Skidkadan oqilona foydalanmagan klientlarimiz juda ham ko'p bo'ldi va hozir juda ham ko'pchilik yana skidkani davom ettiryapsizmi deb so'raganlar uchun skidkamiz yakunlandi qizlarjonlar, skidkamizni tugatdik. Sababi bilasizlar, juda ham kam miqdorda qolgan mahsulotlarni men o'zini narxidan ham pastda qilib berdim va yangi yil oldi, bayram oldi qilib beruvdim sizlarga. Endi уже yakunladik, ya'ni уже olcha siroplarimiz 65 mingdan skidkada edi, 80 ming so'mdan narxlari ko'tarildi, o'zini narxiga qaytdi qizlar. Chunki biz o'zi minusga ishladik-da, ozgina. Men yangi yil oldi sizlar uchun bayram qilib beraylik, arzonroq qilib olib olishsin klientlarimiz degandik. Haqiqatda juda ko'p klientlarimiz olib olishdi va endi 80 ming so'mdan bemalol olib olishinglar mumkin. Hop, korsetlarimizni 140 mingdan korset, kolumbiyskiy korsetlarni qilib bergandik, 180 ming so'm o'zini narxiga qaytdi. 165 ming so'mdan lasina qilib bergandik, 180 mingdan o'zini narxiga qaytdi. Hamma skidkadagi mahsulotlarimiz o'zini narxiga qaytdi. Bemalol olib ulgurib olishinglarni tavsiya qilaman.